Qur'oncha yashagan erkak Hasanul Banna. Hijriya 1324-yildan 1368-yilgacha. Miladiya 1906-yildan 1949-yilgacha. Avtori Robert Jackson. İmam Hasan al-Bannaning shahid qilinganligining 64 yillik xotirasiga. Tarjimondan ilova. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qur'oncha yashagan erkak deb nomlangan bu risala Misr yaqinqi zamon tarixidagi muhim shaxslardan biri bo'lgan yolg'iz Misr xalqining emas, balki o'z navbatida butun islom ummatining yetakchisi va ularning dahisi bo'lish sharafiga munosib 20-asr islohotchilaridan shahid imom Hasanul Banna to'g'risida bo'lib, asarda imom Hasan al-Bannaning da'vat nishoni, g'oyasi, ichki dunyosi, tartgan jafo mushaqqatlari va qo'lga keltirgan natijalari hamda uningdagi haqiqiy bir dahiyda bo'lishga tegishlik o'ziga xos alohidaliklar va o'zgachiliklar ixcham va cho'nqur ma'niga ega iboralar orqali bayon qilingan. Qur'oncha yashagan erkak nomli bu risola imom Hasanul Banna to'g'risidagi musulmon emas tadqiqotchilar tomonidan yozilgan ko'plagan asarlar orasida chilligi, amaliyotchiligi, bahosida odilligi bilan ro'shan farqlarga ega bo'lib, risola faqat islom dunyosida emas, balki g'arb dunyosidami har soha kishilarining diqqat qilishiga sazovor bo'lgan qimmatli asarlar jumlasidandir. Bu risola islom dunyosining g'olliq va mashhur shaxslaridan biri bo'lgan Misrlik buyuk adib va mutafakkir ustoz Anvar Jundining Robert Jackson ismli amerikalik yozuvchi tomonidan ayni vaqtda imom Hasan al-Bannaning shahid qilingandan keyin yozib qoldirgan o'zining Misrda o'tkazgan xotira aslamalari va Misr ziyoratida Hasan al-Banna bilan bo'lgan bir qator uchrashish, suhbat va ziyorat jarayonlari hamda u vaqtdagi jalloq ma'lumot qatorliqlardan olgan o'zining ichki ta'sirotlari va samimiy baholarini o'z ichiga olgan. Shundaqla ayni chog'dagi o'zining bir qo'lliq izlanishlari asosida Sharq dunyosining siyosiy vaziyatiga qarata o'zining olgan shaxsiy yakunlari va imom Hasan al-Bannaning hayoti va uning toki shahid qilinganiga qadar elib borgan da'vatining Misr xalqiga emas, balki butun Sharq dunyosiga ko'rsatgan ta'sirlari so'zlangan. Tadqiqot ilmiy maqolasidan arabchaga ag'dirilgan tarjima asari bo'lib, kamina yaqinqi davr islom tarixida ummat uchun o'chmas tuhfalarni, fidokorliklarni va buyuk xizmatlarni taqdim etgan hamda butun islom ummatini hurlikka erishtirish yo'lida hayotini fido qilgan bu muhim shaxsning garchi nomi Uyg'ur musulmonlar orasida zikr qilinib tursimi, ammo xalqimizning bu zot haqida yetarli tunishga ega emasligini nazarda tutib, asarning Uyg'urcha tarjimasini keng o'qirmanlarga sunishni loyiq ko'rdim. Asarning Uyg'urcha tarjimasi ayni vaqtda Sajiya to'ri nomidan imom Hasan al-Bannaning shahid qilinganligining 64 yillik xotirasiga bag'ishlangan edi. Alloh imom Hasan al-Bannadan rozi bo'lsin. Uni rahmati va mag'firati ichida qilsin. Firdavs jannati bilan mukofotlasin. Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Hasan al-Banna 500 million insonning dahisi. Robert Jackson bu maqolasini mono so'zlar bilan boshlaydi. 1946-yili fevral oyida ziyorat uchun Qohiraga keldim. Ziyoratimda 500 million agashkisi bor bu kishi bilan cho'qim bir ko'rishishni qaror qilgan edim. New York Chronicle'da aynan mundaq yozgan edim. Bu hafta shundoq bir mard o'g'lan bilan uchrashdim. Balkim u hozirgi zamon tarixidagi eng ko'zga ko'ringan shaxslardan biriga aylanishimi yoki voqealar uningdan cho'ng bo'lib ketib qolsa, nomi yo'qolib ketishi mumkin. U bo'lsa-mu Musulmon qarindoshlar tashkiloti rahbari Shayx Hasan al-Bannadir. Amaliyotda Musulmon qarindoshlar tashkiloti Misr siyosatida tutayotgan o'rni intayin muhim ahamiyatga ega tashkilotga aylanib bo'lgan bo'lib, bu to'g'rida ba'zilar Musulmon qarindoshlar tashkiloti keyingi vaqtlarda Misrda yuz bergan cho'ng voqealarning avangardlari sanalgan ishchi xizmatchilarda hamda o'quvchilar sinfining 80% ni egallab bo'ldi, deyishmoqda edi. Ustoz Hasan al-Banna shundoq aytdi. Qarindoshlar tashkilotining harakat yo'nalishi partiyalashishdan hal qilgan harakatdir. Uning tutgan yo'li Qur'on yo'liga qaytish, nishoni bo'lsa yer yuzidagi barliq musulmonlarni birlikka keltirishdan iborat. Mana bular men 5 yil oldin yozganlarim bo'lib, yuz berayotgan hodisalar o'ylaganlarining to'g'riligini isbotlamoqda edi. Chunki Sharqning chiqish yo'li ishg'oliyatchilarga qarshi kurash qilish bo'layotgan bir paytda
Qur'oncha yashagan bu erkak dunyodan baldurli xo'shlashib ketib qolgan edi. Sharqning haqiqatan saflarni birlashtirib, erkinlikni o'z qo'liga qaytarib akilib berguchi bir islohotchiga jiddiy ehtiyojli ekanligini shu tab yanama yaxshi tushunmoqdaman. Halbuki Sharqning bu arzusi ro'yobga chiqay degan, balki amalga oshay deb qilayotgan bir paytda Qur'oni insonning hayoti odatga uyg'un bo'lmagan va kam ko'riladigan bir shaklda oyoqlashgan bo'lib, Sharq mana mushundoq o'zining qimmatli boyliqlarini uzunga saqlay olmas holga kelib qolgan edi. Qahirada ziyoratda bo'layotganimda Misrning cho'ng-cho'ng rahbarlari va har qaysi partiyalarning raislari bilan ko'rishib o'tib, to'satdan nazarim uning jalbkor simasiga tikilib qolgan edi. U qarashqa mehri issiq, chet el tili bilmasligiga qaramay, tili o'tkir kishi edi. Men bilan uning orasida tarjimonlik qilayotgan agash kishilari menga Musulmon qarindoshlar tashkilotining da'vat nishonini tasvirlab bermoqchi bo'lishib, uzun bir gaplarni qilib ketishayotgan edi. U bo'lsa jimjit sukut turgan bo'lib, arada o chiroyimdagi tangirqashni sezgach ularga: "Sizlar uningdan sen Muhammad to'g'riliq o'qib baqqanmi deb so'rab baqinglar" dedi. Men javoban shundoq o'qiganman dedim. U: "Sen uning nimaga chaqiriq qilganligi va nimalarni barpo qilganligini bilamsan" dedi. Men shundoq bilaman deganimda, u bizning qilmoqchi bo'lganlarimizmi dal ashu deb so'zini tamomlagan edi. Onun qilgan shu ozg'ina so'zila yaranlarining menga tushuntirishga urinayotgan nurg'un narsalardan behojat qilgan bo'lib, shundan beri qarashqa taqi-turqi ozoda, ko'rinishi odatdagicha bo'lsa-mu, ammo o'ziga bo'lgan ishonchi cheksiz va idisiga bo'lgan imoni hayron qolarlik bu insonga bo'lakchilab diqqat nazarim tushishga boshladi. Ana shu vaqtlarda shundoq bir kunning keldiganligini va bu kunda mana bu Qur'oni insonning rahbarlik qilishi bilan yolg'iz Misrlar uning kontrolida bo'lmasdan, balki butun Sharq uning rahbarligi doirasiga o'tadiganligini ta'minlagan edim. Men Qur'oni inson va uning ish izlari, g'oyasi hamda faoliyatlari to'g'risida mukammal dokladga ega bo'lganimdan keyin Misrdan ayrildim. Men o'zim egallagan barliq dokladlarni to'liq o'qib chiqdim va ustoz Hasan Albanna bilan Shayx Jamoliddin Afg'oni, Shayx Muhammad Abduh, Shayx Muhammad Ahmad Al-Mahdi, Shayx Said Sanusi va Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhablar o'rtasidagi farqlarni o'zaro solishtirishga boshladim. Tadqiq qilish jarayonida ulashgan narsam shu bo'ldiki, Qur'oni inson yuqorida ismi atalgan barliq shaxslarning tajribalaridan unumli foydalangan va ularning har biridagi boshqalardan farqlanib turadigan ortiqchiliklarni o'ziga qabul qilgan bo'lib, u mana shular orqali oldingilar dastagan xatolarga o'zining dastlab qilishining oldini olishga ulgurgan edi. Buning eng ko'rinarli namunalaridan biri uning o'zaro chiqishtirish qiyin bo'lgan ikki xil maslakni birlashtirishi bo'lib, bu ikki xil maslakning birida Jamoliddin Afg'oni yurgan bo'lsa, yana birida Muhammad Abduh yurgan edi. Jamoliddin Afg'oni islohot olib berishning yo'li hokimiyat orqali ishga oshadi deb qaragan bo'lsa, Muhammad Abduh ta'lim tarbiya yo'li orqali ishga oshadi deb qaraydi. Hasan Albanna bo'lsa, har ikki maslakni teng qo'llanish va har ikki xil maslakni teng olib berish iqtidorini hozirlagan bo'lib, go'yo u bu orqali farqli ma'arif tarbiyasi bilan tarbiya olgan, o'xshamagan tabiqalarga mansub ziyolilar sepini bir yo'linishga va bir nishonga jamlashdan iborat oldingi ikkilanma besib oshalmagan bir davondan oshgan edi. Amerikaga qaytib borganimdan keyin men izchil holda uning bosgan har bir qadamlariga qadar ko'z tutishga boshladim. Toki musibat to'zonlari uning atrofini qoplagan qadar mushu ishlar bilan band bo'ldim. Biroq kutilmaganda ish uning yaranlarini tutqun qilish bilan oxirlashishga boshladi. Garchi bu bosqichni uning agash kuchilarining besib o'tishi cho'qim bo'lsa-mu, ammo u texib vazifasini tamomlamay turibla shahid qilingan edi. Ishning jarayoni ana shundoq turuqliq Qohiradagi kishilardan uning haqida Falastin urushi bilan Suvaysh qanalida qilingan oxir qatimliq ozodlik urushidan boshqa, uning shu vaqtga kelguncha atrofiga zo'r bir turkum yoshlarni to'plashdan tashqari amaliy biror ish qilib boqmaganligidek o'sak so'zlarning taralganligini anglab turatdim. Halbuki biz uning o'qishi tepildi degandami, faqat uni islomning dastlabki da'vat mazgillaridan tepish mumkin bo'ladigan mislsiz qahramonlarni yetishtirganligini nihoyat ro'shan isbotlab bo'lgan edik. Mening bu o'rinda deyalaydiganim uning ayol kishi, mol dunyo va yuz obro'y qatorliqlarning elib keladigan xatarlaridan o'zini chetga ola olishidir. Chunki bu uch turlik oldig'uchi narsalar ishg'olchilarning o'zlariga qarshi kurash qilg'uvchilarni tizginlaydigan iziq qo'llardan edi. Ammo u o'zini iziqtirish yo'lida qilingan bu urinishlarning hammasini mag'lub qildi.
Bularni mag'lub qilishda asosliq uning rostchil so'piliqi va tabiatiga aylangan zoitligi hamdam bo'lgan edi. U baldurla o'ylangan, yo'qsul hayot kechirgan va izzat abro'yini atrofiga to'plangan kishilarning ishonchiga beg'ishlagan bo'lib, uning har tarafini saxta shuhrat maydonlari va arzimas bayoshatlik omillari o'rab turgan bo'lsa-mu, u bularga hech parvo qilmasdan oddiy hayot kechirish yo'lini tanlagan edi. U bo'layotgan hodisalarni savrchanlik bilan kuzatib turib, tamkinlik bilan muomala qilatdi-da, ondan u hodisalarga salmoqlik bilan yuzlanadi va jur'at bilan ularga taqobil turadi. Taqdir uning tug'ilish vaqti bilan shahid qilinish vaqtini sharqdagi ikki buyuk hodisaga bog'lashni iroda qilgan bo'lsa kerak. Uning tug'ilgan yili 1906-yili, ya'ni mashhur Danshuvoy yili bo'lgan bo'lsa, shahid qilingan yili 1949-yili, ya'ni Isroil davlati qurilgan yili bo'lgan edi. Isroil davlati bo'lsa 1948-yilda shaklan qurilgan bo'lsa-mu, ammo rasmiy qurilgan vaqti 1949-yil edi. Uning raqiblariga va raqiblarning har qaysi tarafdorlariga qilgan barobar muomalasi kishini hayron qoldiradigan darajada bo'lib, u raqiblarni qoyil qilish va ularni o'z sepiga tortishdan boshqa hech ish qilmagan va o'rinsiz tutishmagan edi. Chunki u ikki to'p orasida kurash boshlansa, kutilgan natija asla ishga oshmaydi deb qaraydi. Gerçi u fikriy kurashning mavjudligiga ishonsimi, biroq u bularni shaxsiy jidalga aylantirib olmagan edi. U ana shundaq turuqliq zamondoshlari va raqiblarining aziyatlaridan amon qolmagan bo'lib, boshqa partiyalarning hammasi shiddat bilan uningga qarshi jang e'lon qilishgan edi. Biroq u Umar va Ali radhiyallohu anhularning izidan yurgan hamda Husayn radhiyallohu anhuning sharoitidagi muhitda kurash qilishdan bo'shashmagan bo'lsa-mu, nihoyat hayotidan ayrildi. Uning raqiblarining aytgan nurg'un so'zlarini angladim. Amaliyotda ularning har xil baholarni berishimi tabiiy ahvol edi. Balki sehrli so'zlari, go'zal logikasi bilan bu qadar zo'r ko'pchilikni turli partiyalar, jamoatlar, so'pilar firqasi, qahvaxona va tomosha makonlarining qo'ynidan qaytirib kelib, atrofiga yig'ilgan biriga nisbatan kishilar tomonidan har xil fikrlarning o'tirg'i chiqishi muqarrar edi. Shuning bilan birga yana u bir qism odamlar tomonidan ularning o'chmanlik nishoniga aylanib qolishi muqarrar edi. Chunki uning kabi oddiy va yo'qsil yashagan birining shunchavala yoshlarni atrofiga yig'ilishi ularni cho'chitib qo'ygan edi. Uning diqqatini tortgan ishlardan yana biri uning Umar radhiyallohu anhuning o'z jamoat kishilarini da'vat utuqlaridan nari qilishdagi eng go'zal xislatlardan birini o'ziga o'rnak qilganligi bo'lib, uning Abdurahmon, Muhammad va Abdulbasitga o'xshagan yaqinlari mansab tamasidan to'liq yiroq edi. U go'yo sahoba Umar o'z ahlidan hisob olib turg'ini va oilasidan savarlik o'tkazganlarni aslab jazolab turg'iniga o'xshash doim degidek o'zining ahli qatori sanalganlardan hisob olib turadi. Bir paytlar menga uning muhtaram otasi Shayx Ahmad Abdurahmon al-Banna bilan muloqotda bo'lish fursati nasib bo'lgan edi. Otasining aytishicha, u o'g'lining qurgan uyushmasidagi bir qism kishilarni orqa qo'yish orqali mumkin bo'lsa o'g'lining islom xizmatini kitob yozish yo'li orqali elib berishni umid qilganligini aytganda, ustoz Hasan al-Banna otasining so'ziga qarata o'zining islom xizmatini mard o'g'lonlarni yetishtirish yo'li orqali qiladiganligidan qalbi intayin rohat ekanligi bilan javob qaytargan ekan. Jafoliq boshlanish. Hasan al-Banna dastlabda Qohiraning murakkab ko'chalari sanalgan Rum ko'chasi, Suq Siloh va Atfa Nafi ko'chalari va Shamashirji ko'chasi qatorliq joylarda faoliyat olib berishga boshlagan bo'lib, bu arada u atrofiga oz turkumli kishilarni to'plashga boshlagan edi. Hasan al-Bannani o'zidan ilgari hech kim qilib boqmagan, hatto Jamoliddin Afg'oniymi, Muhammad Abduhlarmi, hatto Birinchi dunyo urushidan keyin nom atqi jahonga mashhur bo'lgan har qaysi partiya va jamoalarni qilib boqmagan mukammal planga ega lohiyani kishilarga sunalgan Sharqning tunji dohisi deyishga bo'ladi. O'zimning keng ko'lamlik ilib borgan izlanishlarimga asosan Qur'oniy erkakning yashagan hayoti va faoliyatlarini uning o'zi chaqiriq qilgan prinsiplarga haqiqiy tatbiqlangan hayot deb aytishim mumkin. Islom dini uningga xuddi u tushungani va da'vat qilgani kabi nuroniy qiyofat va ko'ngillarga tez ta'sir qiladigan ruh ato qilgan ediki, bu xil holatni har qanday bir siyosiyon yoki diniy arboblarda oldirab topqili bo'lmaydi. U xuddi siyosatchilardek o'z muvaffaqiyatlarini arzimas mol-dunyo orqali qo'lga keltiradiganlardan va nishoni uchun vositalab o'ltirmaydiganlardan bo'lmagan edi. Shu sabab uning yo'li tikanlarga to'lgan bir yo'lga aylangan bo'lib,
uning sharqratmalar va Qur'on tashlar dövlənib ketgan bir yo'lda xizmat olib borganini o'zila uning mushaqqatlik bir yo'l ekanligini ko'rsatib turadi. Hamda bu uning o'z agashkuchlarini yuksaklikka qarab intilishga va davrning har xil qaymoqtirishlaridan ustun kelib, nijotlik kemasining quruqlikdagi manzilga yetishini to'sish uchun uni cho'ktirmoqchi bo'lgan shahvatlar ustidan g'olib kelishga chaqiriq qilishiga sabab bo'lgan edi. U yo'lining musofasi qancha uzun bo'lishidan qat'iy nazar eng yaxshi bo'lgan chiqish yo'lini izlaydi. Shunga u turli savdolashishlarni rad qilgan bo'lib, hatto o'zining muvaffaqiyat programmasidan bir qator hal qilish yo'llarini bekor qilgan va o'zining erkinlik va vatanparvarlik va rahbarlikda muqaddas haq-huquqlarni dafsanda qilishga qat'iy bo'lmaydi degan shuarida chang turib kelgan edi. Mana bu uning turli qiyinchilik va aziyatlarga yo'liqishidagi asosiy sabablar edi. Texi ba'zilar uning soyasida foyda ko'rmoqchi bo'lishib, uning atrofiga uyushib boqqan bo'lishsimi, natijada ular uchragan turli bo'hronlarga taqobil turishda bardashlik berolmaganliklari sababli yo'lning yarmida sapdan tushib qarashgan edi. U reallikqa yuzlanib yashaydi va shaylarni xam xiyollardan xoli shaklda o'z ayni bo'yicha tushunadi. U azaldan shundoq tamkin, qalbida bir narsa qaynayotgandek yuragida lavuldab turgan o't bardek ko'rinadi. Uning islomiy vataniga bo'lgan intilishimi alohida bo'lganligi sababli har qatim u buyuk vatanining ma'lum tuproqining yomon ahvolda qolganligini yoki ma'lum tuproqining aziyatdan ingranayotganligini anglaganida ichidan o'rtansimi, ammo ba'zi bir kattavoshlardek varqirash, jarqirashlar bilan ochiqni bostiradigan yoki o'z-o'zini yo'qlan xiyollar bilan aslo band qiladigan emas edi. Balki u barliq ichki energiyasini amaliy xizmatga, barpochilikqa va xalqning orzu-armonlarini haqiqatga aylantirg'ili bo'ladigan shundoq bir kunga hozirlik ko'rishga qaratgan edi. U aql jihatdan farosatlik, tafakkur jihatdan erkin, ruhiyat jihatdan nurona, cho'nqurlik jihatdan kuchlik va saf iymon egasi edi. U o'zining qadr-qimmatini to'niganlarga qarata shu qadar kamtarlik va shu qadar umidvorlik ichida tili va qalamini pokiz tutgan holda muomala qilar ediki, buning bilan u bir qism zahar tilliq kishilar yurgan yo'lda yurib qolishdan o'zini pok tutgan edi. Axloq bilan siyosat arzida. Uning siyosat tutgan yo'li axloq elementi siyosatdan tartib ketgan va axloq bilan siyosat mangu birlasholmaydi deydigan holat avj olgan bir vaqtda axloq elementini siyosatning qat-qatiga singdirish bo'lgan edi. U bu jihatda Talleyrandning til faqat bizning haqiqiy qarashlarimizni yoshirish uchun xizmat qildira olgan quroldir degan so'zining yolg'onligini isbotlamoqchi bo'lgan edi. Shunga u siyosatchining o'z anglag'uvchilarini yoki agashkuchilarini yoki xalqni qaymoqtirishiga intayin qarshi bo'lib, u kollektivni va avom xalqni siyosatning va har qaysi guruh odamlarning aldam xaltisidan yiroq tutishga kuchigan edi. U go'yo bu orqali sharqqa nisbatan yuksak o'rnaklardan bo'lib sanaladigan axloqni siyosatga singdirishdan iborat yangi bir ruhni o'tirg'a olib chiqishni ko'zlagan bo'lib, o'tmishga qaraydigan bo'lsaqmi, sharq zoya bo'lib ketayotgan shu element bo'lg'achqa dunyoni bo'ysundirgan va zaminning har qaysi qit'alarini fath qilgan edi. Uning nishoni dinsizlashtirish va qulluqqa mahkum qilishdan iborat dunyoga tahdid bo'layotgan ikki ajalli xatarga qarshi tavranmas bir kuchni maydonga olib chiqish edi. U islom dinidan ozg'un kommunizmni va oshqun kapitalizmni qo'g'lab chiqaradigan bir kuch barpo qilishni maqsad qilgan bo'lib, uning orzu umidi islomning yuksalishi va uni demokratiya nomi bilan ishg'oliyat kuchlariga yoki sotsializm nomi bilan kommunizmga xizmat qildirishdan ustun tutish bo'lgan edi. Chunki u islom dinini kommunizmdanmi, diktatorlikdanmi va kapitalizmdanmi ish qilib har qanday izmdan ustun deb qaraydi. Çarşamba günü alohida kun bo'lgan bo'lib, bu kunda oq yaxtak, oq yapinja va chiroyliqqina o'ralgan salli kiygan sahna munbiridagi bu mard o'g'lonning nutqini anglash uchun necha yuzlagan kishilar Qohiraning joy-joylaridan yig'ilgan bo'lib, har tarafdan qiqqas-chuqonlar yangrayotgan bir paytda Qur'oniy erkak bir past tomoshabinlarga nazar solmoqda. Ularga tikilmoqda edi. Mana bir rahbar tunji qatim ko'zlarini haqiqat tarafga ochiradigan so'zlar bilan ko'pchilikka xitob qilmoqda. Da'vat chaqiriqlarini operatsiya ustiga qo'ymoqda. Shundaqla o'zining da'vat tashviqoti va xususiy turmush haqida inchik savollarning so'ralishini qabul qilmoqda edi. Ishoningki, sizning uning nutqlariga bo'lgan hayronligingiz, uning shaxsiyati, turmushi va hayotiga munosabatlik bir qism savollarga bergan javoblarga bo'lgan hayronligingizdan hargiz kam bo'lmaydi.
U hukumatdagi xizmatini tashlagani va cho'ng bir gazetxonaning 100 junay miqdorida bermoqchi bo'lgan maoshni rad qilganidan keyin bir qatam uningdan siz qanday qilib jon boqyapsiz deb so'ralganida u oddiy qilib Muhammad alayhissalom Xadijaning iqtisodidan ishlatdi. Menmi Xadijaning aksining iqtisodidan ishlatyapman deb javob bergan edi. Bu yerda Hasanul Banna o'zining ki o'g'lini nazarda tutgan edi. Jihad va sabr. Qur'oni erkakning kishini eng hayron qoldirgan taraflarining biri uning Saidga mangan safardagi savrchanliklari edi. Odatda bunday safarlar yoz vaqtlarida boshlangan bo'lib, bormoqchi bo'lgan yo'llarning to'lisi isyonga to'lgan edi. Qur'oni erkak bo'lsa, ba'zida poyezdda, ba'zida mashinada, ba'zida uloqda, ba'zida qo'lvaqda, yana ba'zida piyoda degandek yurtma-yurt ayirlaydi. Bu yerda siz uning g'oyat irodalik va pishg'irim issiqmi safar mushaqqatlarimi ta'sir qila olmaydigan mo'tadil mijozli kishi ekanligini ko'rib olasiz. Siz yana uning qaddini tik tutib yuradigan, atrofidagilarga so'zlaydigan ham ularninkiga quloq soladigan va ishning tafsilotlariga qadar astoydil muomala qiladigan bir kishi ekanligini ko'rasiz. Uning bu xil safarlari 15 yilga cho'zilgan bo'lib, bu jarayonda u 4000 dan ortiq qishloq kanatlarni aralab chiqdi va har bir kanatda bir qancha qadamdan ziyoratda bo'ldi. Uning bu xil ziyorati oilalarga, jamoatlarga, uy-uylarga qadar berib, yaqin va yiroqda bo'lib o'tgan tarixining har turli cho'ng-kichik yuz bergan voqea hodisalarini va bu voqealarning mashhur bo'lgan va ko'milib qolgan taraflari hamda bu voqealarning turli siyosiy o'yinlarini va bularning Misrning shahar qishloqlariga ko'rsatgan ta'sirlarini, shundaqla kishilarning buningga qarata rozi yoki norozi ekanliklarini, shuningdek yurt-yurtlardagi katta boshlar, partiyalar, hay'atlar va guruhlar aro yuz bergan ixtilof va surkilishlarni ularga anglatish orqali o'zining bu vaqtdagi mo'l bilim va tushunchalarni ularga taqdim etish bo'lgan edi. U ba'zida ikki jamoat aro husumat avaziga chiqqan bir qism yurtlarga kelib qolgudek bo'lsa, har jamoat yana bir jamoatdagi qarshi o'zlariga bo'lishib berishni umid qilib ketishadi. Bundaq chaqlarda u bir bo'lsa Udul masjidiga qarab yurib ketadi, bir bo'lsa safarni boshqa yo'nalishga o'zgartirib oladi. Shuningmi u odatda biror ishlamchining uyiga tushganini hisobga olmaganda, borgan joylarda uni kutib oldiganlarmi bo'lmaydi. Shunga siz odatda uningga palonchi kishi Husayni, Hadidi va yoki paloni Hamasani bo'ladi deb qolsangiz, u sizga. Bu ism oz deganda 4 yoki 5 oilani ko'zda tutadi. Biri Qahirada bo'lsa, ikkinchisi Damanhurda, uchinchisi Zaqoziqda, to'rtinchisi Paloni yurtda. Sen zodi qayerdikisini ko'zda tutyapsan deydi. Demak, uning uzun yil uzmay orqama-orqa qilgan bu xil ziyoratlari kishilar nazarida uningga qarata ma'lum qarashni shakllantirgan edi. Misrda har qanday yurtning mayli yoshlari bo'lsin yoki Misrning islzodalari yoki ministr rahbarlari yoki har qaysi partiya guruhlarining yoki dindorlar yoki tasavvufchilarning arboblari bo'lsin, uni tanımaydiganlar asosan yo'q deyarlik edi. Uningmi ular orasida suhbatlashmaganlari, quloq solmaganlari yoki ularning umid, arzu yoki qiziqishlar haqida bilmaydiganlari oz edi. Qur'oni erkak mana bu mo'l va keng doiradagi suhbatlar jarayonida Misr xalqi orasiga shundoq bir sima bo'lib o'tirg'i chiqqan ediki, undan ilgari o'tgan biror rahbar yoki dohiylar ichidami bundoq fursatga ega bo'lganlar kamdan kam edi. Navodisiz bularga uning keng doiralik bilim quvvatini, zo'r hajmdagi ilmiy ma'lumotlarini, sharq va g'arb haqida arabcha yozilganligi barliq asarlar hamda olimlarning, faylasuflarning har qaysi nazariyalaridan pishiq xabardor ekanligini qo'shadigan bo'lsangiz, sharqning bugungi kunlikda yo'qotib qo'ygan bu qadar mo'l boyligini o'zida jamlagan bundoq buyuk iqtidorning Qur'oni erkakda to'planganligiga hayron qolmay tura olmaysiz. Hamda uning bu xil bo'shliqni qandoq to'ldira olganligi va bu xil nuqsoniylikni qandoq mukammallashganligidan cho'chimay qolmaysiz albatta. Siz yana bu xil ziyorat jarayonlarida Qur'oni erkakning ba'zida Ka'bada uxlasa, ba'zida supida uxlagan, oldiga qandoq tamoq sunilsa, shuni yeydigan intayin oddiy sadda holatlarni uchratasiz. Bu faqat uning birla narsani u bo'lsa-mu kishilarning o'zini biror tariqatning shayxi bo'lish arzusida yoki biror manfaat tamasida yurguchi deb tushunib qolmasligini ularga bildirgusi borligini uqtiradi xolos.
Şüphesizki, mana bu xil g'oyat zo'r tirishchiliklar uningga qarshi turg'uvchilar, qo'llovchilar, yoshlar, yashanganlar, ziyolilar va ziyoli emaslar bo'lib 10 mingcha kishi bilan muloqotda bo'lish, ularga quloq solish, ular bilan hamsuhbat bo'lish, shundaqla o'zining bilimi va saposini chiniqtirishga ko'p yordami bo'ladigan nurg'un tajriba saboqlarni yakunlash qatorliq fursatlarni hozirlab bergan edi. Men shuni ishonch bilan ayta olamanki, Hasan al-Banna bu davrda o'qishi yo'q yagona o'g'londir. Ammo afsuslar bo'lsinki, o'g'lonimiz Misr tarixida takrori yo'q o'tkinchi bulutning soyasi kabi o'tib ketdi. Tarix yaratgan inson. Tarix yaratgan yo'l musofisi Umar, Ali va Husayn qatorliqlarga o'xshash shahid bo'lishga qarab ilgirlaydigan bu xil mard insonning o'lishi muqarrar edi. Chunki u ana shu ulug'larning izini bosqichlar qatoridan edi. U fikr va san'at dunyosining gigant insonlarining navqiron yashida va ularning o'lgan yilida shahid qilingan hamda parlayotgan va toza chaqnayotgan mazgilida dunyodan xo'shlashgan edi. Turlik tuman azitqular uning suzuk ideyasini va sog'lom nishonini o'zining har xil hiyla nayranglari orqali buzib o'tishdan ojiz kelganidan keyin u hayotining har bir lahzasini o'zgalarning xushomadlari yoki tahdidlar oldida bosh egmasdan hamda orqaga chekinmasdan va tamtirmasdan dadil yashamoqda edi. Uning yana ba'zilarning ko'ziga mix bo'lib qadalgan vaqtlarmi bo'lgan bo'lib, nurg'unlar u kontrol qilib turayotgan kuchdan foydalanishga uringanlarida Qur'oni erkak ularga o'zining agashkuchlarining birovlar qo'lidagi asa emasligini, balki hammasining yagona Allohga mansub kishilar ekanligini aytish bilan so'zini tamomlagan edi. Yana ba'zilar uni o'zlarining safiga qo'shib olishga yoki uni o'zining odami qilib olishga uringanida u bularga aldanib qolmaslik va ularning tuzoqlarga tushib ketmaslik uchun qaddini tik tutgan edi. U o'zining oddiy sodda bo'lishiga qaramay, suhbat qurganligi kishiga go'yo yiroqni ko'rar biri bo'lib tuyuladi. Hatto shu darajada ediki, uning bilan muomala qilib qolgan yoki paranglashib qolganlarmi uning bilan o'rtoqlik hosil qilmay yoki u da'vat qilayotgan ideyaga ishonmay turolmaydi. U o'zining qilayotgan da'vatiga qarshi chiqqanlardan boshqalar bilan aslo qarshilashmagan bo'lib, oshkora dushmanlik qilmaganlarni kengchilik qilib yushiratdi. U hech qachon biror kelishimga navoda u kelishim qilayotgan da'vatining tabiiy taraqqiy qilishiga to'sqinlik bo'lmaganlar bo'lsa, hujum qilmagan edi. Chunki u bar kuchini vatan uchun atagan bo'lib, o'zini va da'vatini ichki to'qinishlarning o'yin quroli bo'lib qolishidan ustun tutgan edi. Ba'zilar uning bu maydonini ojizlik va yavaşlik deb o'ylab qolgan bo'lsa-mu, amaliyotda ish undaq emas edi. Chunki Qur'oni erkakning tabiati urush sahnalarida tarabbozlarcha qilinayotgan nizolarni yoqtirmaydigan tabiat bo'lganligi uchun kuchining bu xil shaklda xo'rishiga aslo taqati yo'q edi. Balki u pishib yetilish va takommullash yo'lida bir bosqichdan yana bir bosqichga, bir holatdan yana bir holatga o'tkilib va taraqqiy qilib turish kerakligiga ishongan bo'lib, bularning bari uning siyosatni shaxsiy tamallar va ichki g'arazlardan yiroq tutgan hamda ichki dunyosini shaxsiyatchil omillardan pok tutgan holda ustunlik qozonib ko'nmagan dushmanlarini bearam qilib kelgan edi. Qur'oni erkak ishlarning oldini olishda zirak, hodisalar va krizislarga taqobil turishda mahir bo'lish bilan birga, ochiqni kontrol qilishdimi kishini hayron qoldiradigan darajada qobiliyat egasi edi. Mana bularning hammasi qo'shilib, u yana shundoq bir o'ttir hal inson ediki, o'zining agashkuchlari va atrofida kirimi o'zinikidan bir hassa, hatto bir necha hassa yuqori kishilar tarafidan o'ziga taklif etilib turadigan shunchalar mol dunyo tursimi, kirimi ma'lum maktabning oylik pulig'im yarmaydigan ozg'ina maosh bilan turmush kechiradi. U oilada zohidlar misoli bo'lsa, kiyinishda oddiy sodda edi. Siz uni oilasida joynamoz solingan va liq kitob tutilgan ustal joylashgan ashu odatlikcha hujrasidan topganingizda, siz uningda ko'zlarni qamashtiradigan ashu jinchiroqdan va uning kuchlik nuridan hamda nurg'un kishilar yuzlanib yashashga bardoshlik berolmaydigan ashu muhitdan o'ziga odatdagi har qanday bir insondan farqlantiradigan hech bir tarafini uchrata olmaysiz. Navoda u so'z qilgudek bo'lsa, siz uningdan sanoqli bir qancha kalimalar orqali tom-tom jiritli kitoblar o'z ichiga olgan bayoni uzun masalalarga qisqa va ro'shan shaklda bergan javoblarni anglaysiz. U mana bu g'oyat zo'r bilim saposi bilan birga o'zida har xil insonlar tushunish iqtidorini hozirlagan bo'lg'achqa, har qanday qarshi fikr uni hayron qoldirmaydi hamda u sening tutgan yo'lingga xilof bo'ladigan qarshiliklarni ko'rsatish orqali sening bilan tiklashib yurmaydi. Balki u taki so'zlari yuragingga borgan qadar sana chora qiladi-da, sen bilan birlasha oladigan taraflarda birlikni saqlab,
birlasholmaydigan taraflarda o'zaro yo'l qo'yib muomala qiladi. Uning mana bu yuqori darajadagi bilimdonligi uni shundoq bir kangri dunyoga boshlagan ediki, buning turtkisida u fikr erkinligini chetga qoqmaydigan va qarshi fikrlardan siqilmaydigan bo'lgan edi. U ko'pchilik bilan to'qnashib qolmasdan, balki ularga yangi fikrlarni yuklay olgan edi. Halbuki u elib kelgan bu yangilik shundoq narsa ediki, navoda uni ishiga mahir bo'lmagan biri o'tirg'i qo'yganida, xalq albatta uningga qarshi turgan va uningga qarshi jang e'lon qilgan bo'ladi. Qur'oni erkak ularni avlodma-avlod mirosxo'r bo'lishgan ko'niliqdan yangilik olib chiqdi va ularning diniga bo'lgan tushunchisini yangiladi. Ularning hayotga bo'lgan yo'nalishini o'zgartdi va ularga g'oya bag'ishladi hamda ularning yuraklarini erkinlik va kuch-quvvat bilan to'lib tashqizdi. Uningda rahbarlariga xos ovoz bor bo'lib, uning ovozi kuch-quvvat va ko'rinishni gavdalantiradi. Nutqlari bo'lsa xalq qalbidan o'rin olgan bo'lib, ziyolilarmi uningdan zavq olalaydi. Ana shu iqtidor, ustunlik va mahorat bo'lsa, uning so'z qilish va qoyil qilish kuchining yuqoriligidan kelgan edi. U mana bu sifatlarga nail bo'lg'achqa, qisqa vaqt ichida shunchavala zo'r qo'shinni o'zining yaralariga aylantira olgan hamda agash kuchlarning nazar yo'nalishini tubdan o'zgartgan, hech qanday qazosiz va to'qinishsiz holda hammasini kutgan yo'lga sola olgan edi. U ko'rinishi odatdagcha yenikini saqal qo'yib olgan kishi bo'lib, siz uningda bir qism o'limalarda uchratganingizdek sun'iylik, takabburlik va go'llikni topolmaysiz. U ana shu qiyofat orqali hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan edi. Darvaqa Hasan al-Banna kishilarga nisbatan o'zgacha bir shaxsga aylangan bo'lib, uning salohiyatini tonigan va uning bilan muomala qilganligi har qanday kishi taajjublanmay qolmaydi. Uningda siyosatchilarga xos sezgurlik, qo'mondonlarga xos shijoat, o'limalarga xos pokitchanlik, zohidlarga xos iymon, tanharkachilarga xos qizg'inlik, faylasuflarga xos pam-farosat, xotiblarga xos notiqlik va yozg'uvchilarga xos tamkinlik bor edi. Shundaqla u yuqorqi sifatlardan har birini o'zining munosib vaqtida go'yo uni o'zining xos tabiati kabi ko'rsatib o'tirg'i chiqara oladigan bo'lib, sahobalar va tabiinlar hayoti tasvirlangan kitoblarda siz o'qib kelayotgan bu sifatlarning hech qaysisiga sharq dunyosida uzun umr ko'rish bitilmagan edi. Balki bu sifatlarning hammasi degudek jamiyatning xarakteriga nisbatan go'yo vaqti o'tgan yoki tex vaqti kelmay aytilgan so'z kabi yod bo'lganligi uchun bu xil sifat egasining sharq dunyosida baldurli o'lib ketishi muqarrar edi. Halbuki islom kalimasini yangi shaklda ustunlikka ega qilgan, ko'cha insonlarga ularning mavjudligining haqiqatini va ularning kelajagini tunutib, ularni Allohning so'zi ostiga jamlagan hamda o'zining da'vat tashviqotlari orqali g'arblashtirish, irqchilik va tarmillashlik xohishlarini pastga tushirgan. Shundaqla yozarmanlarning yavu tillarini tuzab, qismanlarni bo'lsa-mu islomiy yo'lchilikda yurguvchilarga aylantirgan Hasan al-Banna kabi o'g'lonlar oldida g'arb dunyosimi ilojsiz qolgan edi. Atrofga olib berilgan da'vat. Mayli sharqda bo'lsin yoki g'arbda bo'lsin, qadimda bo'lsin yoki hozirda bo'lsin, dunyoga tunilgan har qanday bir da'vat yoki ideya yoki biror yetakchilik o'zlari tarafidan izlanib tadqiq qilinmay yoki o'qilib muzokara qilinmay yoki shu ideya ahlining qahramonliklari, muvaffaqiyat yoki mag'lubiyatlari tadqiq qilinmay yoki shu da'vat ahlining tajriba qilishiga va amaliy qo'llanib ko'rishga bo'ladigan taraflari xotirlanmay qo'yilgan ish yuz berib boqqan emas. Qur'oni erkak mayli biror zarbiy yo'liqishidan yoki biror yomon ahvolga duchor bo'lishidan qat'iy nazar hech nimaga parvo qilmasdan deyishga tegishli bo'lganini cho'qim deydi. U boshqalarni tanqidlasa bermoqchi bo'lgan tanqidini ma'lum rivoyat yoki hikoya masal tariqasida qiladi. Ish yuritganda bo'lsa asosli planni o'zi tuzib chiqadi-da, tafsilotini agashchilarga qo'yib beradi. U boshqalarga so'z qilganida shularning tilida, shularning sohasida, shularning uslubida va shularga yoqadigan doirada hamda shularga ta'sir qiladigan va shularni hayajonga soladigan nazarda so'z qilishga mahir edi. U azhariylarning, universitetlarning, doktorlarning, injenerlarning, tasavvufchilarning va ahli sunnatchilarning til uslubini tushungan, shaharliklar, qishloqliklar, Misrning ustun va o'tirhol tabiatidagi kishilarning she'rlari va ularning o'rib-odatlariga qadar tunishib chiqqan edi. Balki u qassoblarning va yoshlarning xos ishlatadigan she'rlik so'zlariga qadar hamda Qohiradagi ba'zi shahar aholilarining muayyan sifatga ega obraziga vakillik qiladigan ayrim so'zlariga qadar tunishib chiqqan bo'lib, yuqorqilarning qaysi birisiga so'z qilsa, shularning zavqiga va tipiga mos keladigan qissalarni rivoyat qilib turib so'zlaydi.
Texi u yanchiqchilarning, yo'l to'sar qarashchilarning va qotillarning tilini bo'ladigan bo'lib, bir qatim u maxsus shularga atab nutqni so'zlagan edi. U har qanday yurt yoki shaharlarga qilgan sayohatlarda so'z temasini shu yerliklarning duch kelayotgan krizislar, ularning amaliy turmush realliklari va ulardagi to'qinishlar haqida yuritatdi-da, ustulik bilan ularni o'zining ilib berayotgan da'vati va bu da'vatining cho'ng alohidliklariga bog'laydi. Shuning bilan uning so'zlari hayronlik qo'zg'aydi va hammasining aqlini oladi. Misol qiladigan bo'lsak, u bir qatim ma'lum bir yezidagi dehqonlarga mundaq xitob qilgan edi. Biz mundaq ikki xil ziroat terimiz. Biri tarxanmakdek bak tez o'ssa, yana biri kevazdek uzun o'sadigan ziroat. U hech qachon nutqlarida varqirash va kuchab so'zlash usuli orqali kishilar orasida g'ulg'ula qo'zg'ashni yoki kishilar aro hayajon qo'zg'ashni maqsad qilmaydi. Balki u nutqlarida haqiqatni asos qilgan bo'lib, ko'ngillarni aqliy qanoat orqali ufatdi. Ma'naviyatni bo'lsa shakl bilan emas, ma'ni bilan, isyonkorlik bilan emas, tamkinlik bilan, g'ulg'ula bilan emas, dalil paket bilan yashartatdi. Ba'zilarning qarshida so'zlash uning eng cho'ng alohidligi sanalsa-mu, ammo uning bilan muomala qilib ko'rganlardan egallagan ma'lumotimga qaraganda, uningdagi alohidliklar ichida uning yuqori alohidligini oxirgi qatorga tizish mumkin. Uning eng voyaga yetgan alohidligi bo'lsa, qarshi tarafni qoyil qilishdagi mohirligi va har bir kishini ayrim o'ziga tarafiga torta olishi, har bir qozon kishisini o'zilmas bir bog' bilan o'ziga bog'lay olishi bo'lib, u hamrohlardan har bir kishini o'zining yaqin do'sti sifatida ko'radi. Shundaqla u o'zini taniydigan har bir shaxs o'rtasida yaqin va samimiy do'stlik o'rnatadigan bo'lib, ba'zi vaqtlarda bu do'stlik taraqqiy qilib, sirdishga aylanib ketadi va o'zaro tanishlik tabiiyla xizmat, ish, oila va bola-chaqa masalalariga tadrijiy yo'tkilib ketadi. Mana bu uning oliyjanoblikning eng yorqin ko'rinishi bo'lib, u agash kuchlarni birdan o'zi tarafiga tortgan, ularning ruh manbalarini bir nishonga olgan va buningda hech biriga xato tekkizmagan edi. Gerçi u jamoatlarning hammasini bir butun shaklda yoki kollektiv holatda qozonmagan bo'lsa-mu, o'zining qobiliyati, kuch-quvvati va oliyjanobligi bilan mayli siyosiy jihatda bo'lsin yoki diniy jihatda bo'lsin, hammani ularning aqidasi va fikridan o'zining tutgan yo'li va iddasiga ilib chiqargan edi. Natijada siz o'tmishingizni unutdingiz-da, uni bir gunoh yoki xatolikda ko'rib, uning uchun Allohdan mag'firat tilaydingiz. Qur'oni erkakning eng obrazli ishlaridan biri uning vatanni suyishdan iborat bu xislatni ma'naviy ruhning bir parchasiga aylantirganligi edi. U vatanning qadr-qimmatini yuqori ko'targan va hurlikni hammadan aziz bilgan edi. Shuningdek, u yana boy bilan kambag'al orasidagi munosabat xayrixohlik ko'rsatish emas, haq-huquq munosabati, xo'jayin bilan xizmatchi orasidagi munosabat xo'jayinlik qilish emas, sil-rahim va o'zaro hamkorlik munosabati, hokimiyat bilan xalq orasidagi munosabat bo'lsa, hukmronlik munosabati emas, balki ijtimoiy mas'uliyatchilik munosabati deb muayyanlashtirgan edi. Mana bular Qur'oni Karimning ko'rsatmalari jumlasidan bo'lib, Qur'oni Karim bularning hammani ilgari ko'rilib boqmagan yangi bir shaklda jakarlagan edi. Bilishimcha, Qur'oni erkak ig'vogarligi bosh uradigan yoki biroqla yuqoriga o'rlashning mumkinligiga ishonadigan odam bo'lmasa-mu, biroq u erkin, baquvvat va yaxshi bir jamiyat qurib chiqishni, shundaqla sharqning asli alohidliklarini o'zida mujassam qilgan bir turkum avlatlarni yetishtirib chiqishni niyat qilgan edi. Gerçi bu asrda Hindiston, Misr, Sudan va Shimoliy Afrika qatorliq ellarda bir qator islohot harakatlari maydoniga kelgan va yomon emas ta'rinishlarni paydo qilgan bo'lsa-mu, ammo aniq bo'lgan ijobiy ta'sirlarni barliqqa keltira olmagan edi. Amaliyotda bu xuddi ularning xalq bilan munosabat qurish va o'zlariga qarata ziyolilarda o'rtaq fikr barliqqa keltirish qatorliq jihatlarda o'rtaq sado yaratolmasligidagi ishlari yomon ta'sir olib kelganiga o'xshash bir qism islohotchilarning duch kelgan krizislarga qarata o'zlarini kontrol qilishda ojiz kelishi va qurilish bitmay turib pala chalg'a tushib qolish darajasiga berib qolishdan o'zlarini chetga olmaslikdagi ishlardan kelib chiqqan yomon oqibatning natijasi edi. Alloh ana shu da'vat harakatlariga yangi boshdan jon kirgizishni, uning barliq shart-sharoitlarini, belgilarini butunlashni va uni pishib yetilsin uchun munosib bir paytda o'ttirib chiqarishni iroda qilgani qadar yuqorqi ellardagi da'vat va harakatlar pasayib qolgan, balki tillarda daston, kitoblar qo'ynida kalimalarga aylanib qolgan edi. Qur'oni erkak
o'zidan ilgari o'tganlarning shundoqla islomning da'vat bayrog'ini ko'tarib mang'an yetakchilar, mutafakkirlar va dahiylarning ish izlaridan foydalangan bo'lsa-mu, biroq ulardek bo'lganligiga qanoat qilmasdan, balki yana bir baldoq o'rlamoqchi bo'lgan edi. U Abu Bakr, Umar va Xolid qatorliqlardan o'rnak olmoqchi bo'ldi va Abu Bakrdan keng qursaqlikni, Umardan oddiy soddaliqni, Xoliddan tashkilotchilikdagi yuqori mahoratni qabul qilib oldi. Ig'volar ustidan g'olib kelish. Qur'oniy erkakning da'vatiga va uning hayotiga qarata chaq qo'yish uchun tuzilgan shuncha nayranglarning ishga silinishiga qaramay, u amaliy ish qila olgan va zaminga yangi bir urug'ni, ya'ni daldarga ko'ndirib qolsa-mu asla o'lmaydigan Qur'on urug'idan iborat bir urug'ni yangi boshdan tarbiyalagan edi. Qur'oniy erkak ana shu tikkan urug'i daraxt bo'lib ko'kka ko'tarilgan va yildizi mustahkam bir o'ringa bir vaqtda andin bu olam bilan xo'shashgan edi. Hasan al-Banna Sharq, Islom va Qur'ondan iborat 3 so'zni masxara obyekt qilgan yangi ideya arboblari qarshisida Qur'onni egiz ko'targan va bu yo'lda tavranmagan edi. Uning bu tavranmas ruhi go'yo ularga shundoq demakda edi. G'arb madaniyati o'z agashkuchilari nazarida ularning talabini to'liq o'rinday olmagan ekan, demak, Sharqning g'arb ideyalarini qabul qilishdan avval u vaqtda tekshirish olib boradigan vaqti keldi. U mundaq degan edi: biz g'arbning qimmat qarashlarini tozalab chiqarishimiz, o'zimizda barining g'arbdagi narsalardan tuvan o'rinda emasligiga, faqat bo'lmagandimi o'zimizda barining sal qarashga bo'lmaydigan narsalar ekanligiga ishonishimiz lozim. Navbatda, Sharqning dunyoga g'arb madaniyatidanmi bakrak yaramliq bo'lgan hamda uning asosiy qurilmasi modda bilan ruhni birlashtirish va osmon bilan zamin orasini tutashtirish yo'liga ega yangi bir madaniyatni barliqqa keltirish majburiyati bor. Uning yana g'arb madaniyatining mahsuli bo'lgan qandaqla narsaga yo'liqqanida oldi bilan uni islom madaniyatining asosiy manbalarining tarozisiga, ya'ni Qur'on va sunnat tarozisiga solish majburiyati bor. Qur'oniy erkak islom dinining Sharqning vujudida qad ko'tarib turg'uchi yushirin kuch ekanligiga va bu kuchning zaminni barqarorlashtiruvchi hayotiy kuchga ega qiladiganligiga hamda uning qoida qonuniyatlarini radga solish, uning haq huquqi va ozodligini amalga oshirish fursatiga ega qiladiganligiga ishonadi. Bu haqiqatanmi Sharqning butunligiga ega bo'lganligiga, o'z o'rnidan dast turadiganligiga va uning hamon takomillashadiganligiga ishonadi. Hasan al-Banna o'zining sehrli so'zlari, o'rinliq logikasi va ifodalashdagi mahorati orqali g'oyat cho'ng to'p orasini birlashtira olgan bo'lib, bu cho'ng toifa turli guruh jamoatlar va tasavvuf firqalari orasidan qaytib chiqib, uning bayrog'i ostiga jam bo'lgan, uningga umid bog'lagan va ishongan edi. Mana bu qisman kishilarning va bir qism fikr ahlining hasad qilish hamda o'chmanlik qilish obyektiga aylanib qolgan bo'lib, amaliyotda mushundoq oddiy, yo'qsul bir odamning kishilarni o'zining xushxo'y va go'zal so'zlik bo'lishidek to'lima oddiy va oson usuli bilan atrofiga to'play olganligi ularning o'ch elishi va hasad qilishni keltirib chiqarmay qo'ymaydi. Uningga ba'zilarning inkor pozitsiyasida bo'lishimi va uning haqida bir qism ig'volarni tarqatishimi tabiiy ahvol edi. Chunki ularga mansub huquqni birining kelib ularning qo'lidan tortib elishi, yana kelib Qur'on nomi bilan kishilarni atrofiga yig'ish uchun xalqning o'z ichidan birining chiqishi ular uchun qattiq zarba bo'lganligi hamda ularga nisbatan ma'lum ta'sirlarni elib kelganligi yiroq sanalmaydigan bir ish bo'lib, u ashundoqlarga qaratib mundaq degan edi: Alloh taolo haqiqatni kishilar orasiga o'rtoq qilib taqsimlagan. Ular orasidagi ortiqchilikni bo'lsa amal va taqvolik asosida bo'ladigan qilib bekitgandir. Qur'oniy erkakning hayoti mana shundoq g'aroyib hadislarga to'lgan va bu hadislar atrofiga ana shundoq ig'ir chang to'zonlar qo'nilganligini ko'rganimdan keyin tarix o'zining haq so'zini jakarlashdan avval insofli tarixchilar uning tarixini bayon qilishdan avval cho'qim uzun bir mazgilning besib o'tirish kerak bo'lamdi qandoq deganlar xiyolimdan kechgan edi. Biroq Misrda siyosiy muhit tezli o'zgarishga boshladi. Uning bilan musulmon qarindoshlar tashkilotining tashviqotiga munosabatli da'volarning ko'plarining nohaq ekanligi oshkorlanishga boshladi. Bo'libmi, Qur'oniy erkak to'g'risidagi da'volarda uning gunohsizligi aniqlangandan keyin uning texmi pok diyonatlik va oliyjanoblik kishi ekanligi namoyon bo'lishga boshlagan edi.
Mən 1946-yılı Qur'ani erkek bilan Qahirədə görüşkənimdən keyin 1949-yılı onunğa suiqasd qılınğandan keyin yana bir qatim Qahirəyə qaytıb kelgan və onu yaqindan biladigan bəzi dairələr bilan aloqa o'rnatishga ko'p kuchgan edim. Bu chaqdamı u haqida o'zimning dastlabki qarashimni tasdiqlaydigan nurg'un ishlarni anglagan edim. Egallishimcha u keyingi vaqtlarda o'limining yaqinlayotganligini sezgan bo'lib, atrofdagi uni yaxshi ko'radigan nurg'un do'stlari uningga yurtini tashlab chiqib ketish yoki shahardan qochish va yoki ehtiyot yuzasidan yo'chirincha g'oyib bo'lish takliflarini berish orqali nasihat qilganida u taklif beruvchilarga tabassum bilan buni she'rini o'qib bergan ekan. O'limdan hech kishi qutulgan emas, qilich chig'ida taqdirsiz tavrigan emas, kelmasa bu ajal qochib naqilay, gar kelsa bu yo'lda qochgan mard emas. Qur'ani erkek yana o'zining yaranlarini qutuldirib chiqish ishini hech asdan chiqarmagan bo'lib, bu ish uni butunlay asir qilib olganlikdan kechalari uyqusidan uyg'onib ketgan. Hatto bundoq chog'larda qo'li bilan ikki qo'lini etib olib turib, shundoq degan ekan. Ota-onalari izdireksiz turmalarda g'oyib bo'lgan farzandlarining ahuzarlari quloq tubimda jaranglanayotganligini anglamoqdaman. Qur'ani erkekning kurash tarixi uzun bo'lsa-mu, ammo uning jihad ichida o'tkazgan jang kunlari ichida bir qadar ko'rinarli bo'lgan mazgil 1939-yili turmadan qo'yib berilgandan keyingi yillar bo'lgan edi. Urush o'ti dunyoning hamma yerini tashkilotlashidan, siyosatdan, ish qilib hamma narsadan mashg'ul qilayotgan bir vaqtda Qur'ani erkak uxlab yotmadi. U hamma yerni aylandi, ko'rdi va har bir yezi qishloqqa, har bir aymoq va yayloqqa qadar berib yoshlarni tekshirdi. Qirlar bilan suhbatlashdi. Yurt cho'nglari va olim ulamolar bilan gezi kelganda ministerlarning gumashlari qolmay hamma bilan munosabat o'rnatdi. Natijada ulardan bir bo'ligi uning lapildab turgan bayroq ostiga sap tortib turgan qo'shin ichiga qatildiganliklarini e'lon qilishdi. İngilizlar onunğa zo'r miqdorda mal-dunyo taqdim etishga uringan bo'lib, u buni ikkilanmay rad qilgan edi. Butun tashkilotlar jimjit kutish ichida uyquga cho'mgan bo'lsa, paylari to'mirsimallashib ketgan bu erkak kuniga 20 soatdan ortiq harmay talmay xizmat qiladi. U o'zining iddisini tarifligusiz darajada suyatdi. Uning ko'nglida qilayotgan da'vatidan uni mashg'ul qilib qo'yadigan hech narsa bo'lmagan bo'lib, u iddisiga go'yo Soyib Jamolga oshiq bo'lgandekla oshiq edi. Şoňlaşqa onunğa kechilarni bezar o'tkazish, üzüldirmay safarga atlanishlar ig'ir kelmagan va charchitib qo'ymagan edi. Onunğa ishlarni qulay usulda bir taraf qila oladigan, krizlarga tez suratda taqobil tura oladigan, mushkulotlarni qulaylikcha hal qila oladigan va tugunlarni o'ng'ayliqcha yechib oladigan shundoq bir ajoyib qudratli aql ato qilingan edi. Uning bir ishni tushunish uchun tafsilotni bilishga hojat tushmaydi. Goya u ishning hamma tarafini haqiqiy ma'lumotga egidakla gapning beshi deyilgan hamon qarshi tarafning nima demoqchi ekanligini tushunib bo'ladi. Balki u ba'zida sizning demoqchi bo'lganlaringizni sizdan burun o'zingizga oshkorlab berib, orqadan sizga siz so'ramoqchi bo'lganini birma-bir tafsiloti bilan aytib beradi. U farosatda arvohlarning orqasidagi yoshirinliqlarni ko'rib yetalaydigan darajada o'tkir bo'lib qolmay, yana uningda ilohiy sirning namunalarini topiladi. U hamma narsani ichiga yutib olgan bo'lib, siz uningda ilm jihatda bo'lsin, fikr jihatda bo'lsin, mayli qonun haqidagi bo'lsin, yoki jamiyatshunoslik haqidagi bo'lsin, yoki siyosat haqidagi bo'lsin, yoki adabiyot haqidagi bo'lsin, ish qilib yangi nazariyalar bo'lsa, uning o'qishliqi bo'lishdan va uning atrofliq bilib chiqishidan chetda qolmaganligini ko'rib olasizlar. Tarjima qilguvchi doktor Abdul Aziz Rahmatullah. Bu kanalımızga ergişe olsanızlarını kızgın karşı alınız.